Assalomu alaykum. Negadir zagruzka bo'lyapti-yu. Internet yaxshilamayotgan ekan. Bundan oldingi videoyimda Gyokersni olgandim. Qani bugun o'ynatib ko'ramiz bu bolani. Livida qanaqa o'ynar ekan. Voy! Super. Tarkib kelibdi qarsak. Bizlarda ham bo'lib qolar shunaqa tarkib. Ha. Va Cristiano o'tdi va zarba Alisson qaytarmoqda. Bu gol ko'rsagan. Uzr, Cristianoga almashtirib qo'yibman. Alissondan bir pas berib ko'raylik. Afsus qo'ymadi. Voy, xato Alisson. Voy, sal qoldi. Mbappe. Alisson bo'lsa kerak menimcha bugungi o'yin qahramoni. Qanot bilan qochamiz. Gyokers bosh bilan ajoyib zarba va gol. Do'stlar, gol. Super gol. Qaranglar, Vinidan super uzatma bo'ldi. Gol. Ajoyib gol. Qo'lin tutib ketyapti va darvozabon Alisson gol qazib qo'ymoqda. Vini bilan ajoyib Bellingham super gol urmoqda hozir. Bosh bilan berilgan zarba. Xullas, Alisson teshik bo'ldi. Birinchi taym 2-1. Men oldindaman. Xo'sh. Hujumga kimni qo'yamiz? Bu yoqqa Carvajal. Ularni beriga qo'yamiz va Riverga iloji bo'lsa Mbappe hujumga. Voy, sal qoldi. Van Dijk tepshiga qo'ymagan, Salah ketdi. Salah qo'shdi-ku. Sal qoldi Alisson. Qutqarmoqda ajoyib goldan. Raqibimiz ham juda yaxshi o'ynar ekan degan joyimda pushka bermoqchi bo'ldi.
Voy Mbappe yubording. Kevin De Bruyne. Mbappeni himoyani yorib o'tadi desam, balon o'qini ham qila olgani yo'q. Undan ko'ra Gyökeres yaxshiroq edi. Ronaldo! Ajoyib gol, Bellingham. 3-1 do'stlar. Bu raqibni taktikasini bilib oldim. Voy, Kylian. Odam emas bu Kylian deydi-ku. Endi Holland o'tib ketdi. Va Alisson qutqarmoqda. Bunisini ham bu o'yinda Alissonga rahmat aytish kerak. Salah qochib ketish kerak. Qochib ketdi. Va zarba 4-1. Kylian Mbappe. Odam emas bu deydi-ku, hali ham odam emas. Bu toshbaqa. Qayerdan kelgan desiz? Fransiyadan kelgan. 7 million yig'ib qo'ygan ekan raqibimiz ham. Va 4-1 hisobda yutdim. Shu bilan videoni yakunlaymiz do'stlar. Hammaga rahmat.